(2026 yilgi yangi Lada Granta bu Rossiyada ishlab chiqarilgan budjet toifasidagi avtomobil bo'lib, o'zining ishonchliligi, arzonligi va soddaligi bilan mashhur. Yangi modelda dizayn yangilanishlari, ichki qulayliklar va xavfsizlik tizimlari ancha yaxshilangan. Avvalgi modellarga nisbatan tashqi ko'rinishda zamonaviy LED chiroqlar, yangilangan bamperlar va aerodinamik shaklga ega kuzov ishlatilgan. Salon ichida esa sifatli materiallar, qulay o'rindiqlar va yangi multimedia tizimi o'rnatilgan. 7 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth, USB ulanish imkoniyatlari bilan birga avtomobil egalari uchun qulay boshqaruv tizimi yaratilgan. Shuningdek, konditsioner va isitish tizimi ham yaxshilangan bo'lib, har qanday ob-havo sharoitida yoqimli haydash tajribasini beradi. 2026 Lada Granta bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Eng mashhurlari 1.6 litrli benzinli dvigatellar bo'lib, ular 90 ot kuchidan 106 ot kuchigacha quvvat beradi. Transmissiya sifatida 5 pogonali mexanik yoki avtomatik uzatma taklif qilinadi. Yoqilgi sarfi juda tejamkor, o'rtacha 100 km masofaga 6, 5, 7 litr yoqilgi sarflaydi. Xavfsizlik jihatidan yangi modelda ABS, EP tizimlari, oldi va yon xavfsizlik yostiqchalari, shuningdek, stabilizatsiya nazorati mavjud. Bu elementlar haydovchi va yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. 2026 yilgi Lada Granta hatchback, sedan va liftback kuzov turlarida taqdim etiladi. Har bir variant o'ziga xos dizayn va joy sigimi bilan farq qiladi. Bagaj hajmi katta bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki kundalik foydalanish uchun juda qulay. Narx masalasida esa Lada Granta o'z sinfida eng arzon variantlardan biri bo'lib qolmoqda. Yevropa yoki Osiyo bozorida u 13 AQSh dollari atrofida sotilishi kutilmoqda. Yangi 2026 Lada Granta oddiy, ammo zamonaviy, ishonchli va tejamkor avtomobil izlayotganlar uchun ajoyib tanlov. Kundalik foydalanishda qulay, texnik xizmat ko'rsatish arzon, ehtiyot qismlari esa osongina topiladi. Shu sababli bu model Rossiya, O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarda yana juda ommalashishi kutilmoqda.